Svet va gaz narxining 3 yil oshmasligi masalasida ham aytildi, ham qaytildi. Tayyor turing, 1-apreldan gaz narxi oshadi. Kommunal to'lovlarning narxlarini yildan yilga oshib ketayotganini o'zingizlar guvoh bo'lib turibsizlar. Bu yili odatdagidan ham ko'proq oshdi, lekin shunga qaramasdan ikkala tomonlama ekonom qilib qolish yo'li bor. Bu ham bo'lsa ham svetda, ham gazda ekonom qilish hosilini tushuntiraman. Bu layfhakdan hatto chet eldagi rivojlangan mamlakatlar, Amerika deysizlarmi, Angliya deysizlarmi, Yevropadagi mamlakatlar deysizlarmi, hammaligingiz foydalanib kelishadi, chunki bilishadiki, buni foydalarini. PPU degan narsa bor, oddiy tilda aytganda pena. Uni tom qismga sepgan holatda siz uyingizni ham teplоизоляtsiya ham gidroizolyatsiya qilasiz. Pena sepishchi uyimga qanaqa foydalari bor deydigan bo'lsanglar, yozda elektr energiyangiz tejaladi. Sababi tom qismingizda pena sepilgandan keyin tashqaridagi tomdan tushayotgan issiqlik uy ichiga kirmaydi, uydagi sovuqlik esa tashqariga chiqmaydi. Va shuni hisobiga konditsionerlar qiynalmasdan ishlab, qisqa muddat ichida uyingiz muzlaydi va u narsa ancha muddat muzdek bo'lib turadi. Endi qishga keladigan bo'lsak, qish faslida teplopoteriya bo'lmaganligini hisobiga uyingizda ozginagina gaz yoqadigan bo'lsangiz ham, o'sha narsa issiqlik ushlab turiladi va tashqariga chiqib ketmasligini hisobiga sizni gazdagi xarajatlaringiz ancha ekonom bo'ladi. Siz ham bizning mijozlarimizga o'xshab o'z kommunal xarajatlaringizni 2 baravarigacha tejamoqchi bo'lsangiz, ushbu nomerlarga aloqaga chiqing yoki kommentariyada plyus belgisini yozib qoldiring.